Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 65. Sure Talaq. Medine'de nazil bo'lgan 12 oyat. Nahayt şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey payg'ambar, ummatingga aytqinki, sizlar ayollarni taloq qilsanglar, ularning iddatiga loyiq paytda, ya'ni poklik holatida taloq qilinglar. Iddatni sananglar. Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Ularning iddati to'shmag'icha ularni uylaridan chiqarib o'tmanglar. Ularmi uyidan chiqmasin. Ular faqat ochiq foyish qilsalar, ondan hadni ijro qilish uchun chiqadi. Ana shu Allohning qonunidir. Kimki Allohning qonunidan halqib ketadi ekan, u o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Sen bilmaysanki, Alloh shuningdan keyin, ya'ni taloqdan keyin biror ishni maydonga keltirishi mumkin. Ularning iddati to'shgan chaqda ular bilan chiroyliqcha yenishinglar yoki ular bilan chiroyliqcha uzlishib ketinglar. Yaqinlashgan, ajrashgan chig'inglarda oranglardan ikki odil guvohchini guvoh qilinglar. Alloh uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga vaz nasihat qilinadi. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi. Alloh uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi. Kimki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uningga kifoya qiladi. Alloh haqiqatan maqsadiga yetalaydi. Alloh haqiqatan har narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. Ayollaringlarning ichidagi hayzidan umidini o'zganlardan shubhida bo'lsanglar, ularning iddati 3 oydir. Hayz ko'rmaganlarning iddati ham 3 oydir. Amildor ayollarning iddati mayli ayrilib ketgan bo'lsin, mayli eri o'lib ketgan bo'lsin, yangish bilan tugaydi. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning ishini osonlashtirib beradi. Ana shu Allohning sizlarga nozil qilgan hukmidir. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uning gunohlarini yo'q chiqaradi. Onunğa katta savob berdi. Ularni yana qo'yib etilgan ayollaringlarni qudratinglarning yetishicha o'zinglar o'ltirayotgan joylarning bir qismida o'ltirg'izinglar. Ularni tanglikda qoldirish uchun ziyon yetkazmanglar. Ya'ni ularni chiqib ketishga majburlash uchun turalg'u jihatdan, nafiqa jihatdan qismanglar. Agar ular homildor bo'lsa, yangi qadar ularni ta'minlanglar. Agar ular sizlar uchun bolalaringlarni emitib bersa, ularning emitish haqqini beringlar. Haqqani asosda o'zaro maslahatlashinglar. Agar fikrda kelishamasanglar, uni yana balani boshqa bir ayol emassin. Boy odam ayolini va bolasini o'zining boyligiga yarasha ta'minlasin. Rizq tor qilingan odam Allohning uningga berganiga yarasha ta'minlasin. Alloh insonni faqat toqati yetadigan ish qila taklif qiladi. Alloh qiyinchilikdan keyin osonlikni beradi. Nurg'un shaharning aholilari Parvardigorining va uning payg'ambarlarining amridan bosh tortdi. Ulardan qattiq hisob oldik va ularni qattiq jazoladik. Ular qilmishlarining vabolini tetdi. Ularning qilmishlarining oqibati ziyon tortishdan iborat bo'ldi. Alloh ularga oxiratda qattiq azob tayyorladi. Ey iymon etgan aql egilari, Allohdan qo'rqinglar. Alloh sizlarga Qur'onni nozil qildi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni zulmatdan nurga chiqarish uchun sizlarga Allohning ro'shan oyatlarini tilovat qilib beradigan payg'ambarni avatdi. Kimki Allohga iymon etadi ekan va yaxshi amal qiladi ekan, Alloh uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ularga esil rizq, ya'ni jannatdagi rizq va ne'matlarni beradi. Alloh 7 osmonni yaratdi. Zaminni mu osmonlarga o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi. Allohning amri ularning orasida joriy bo'lib turadi. Sizlarga buni bildirishim Allohning hammaga qodir ekanligini va Allohning hamma narsani to'liq biladiganligini bilishinglar uchundir.